100% qarshi bo'ladi pampersga. Bolaning kelajagini 15-20 yil erkakligini kesib olyapmiz. Erini aktivlikka topshir desam degan, topshirdi, qancha chiqdi desa, 2 million chiqdi, normal ekan, aktivligi 15%, 20% ekan dedi. Keyin qolgan doktorlar hamma hayron, biz ham hayron. Chunki normada kechirasiz bitta yoga resept paytida 2 million emas, 80 dan 15 milliongacha chiqish kerak. Aktivlik 85% bo'lishi kerak. Bugunkida 20% bo'ladigan bo'lsa, zo'r bo'ldi deyishyapti. Nima uchun? Chunki общий normativ shuncha tushib ketdi. Yeyotgan narsamiz ahvoli bu. Ertalabdan 8 soat mana bu jonivorda o'tirsa, uyga borib turib, yana 8 soat mana bu jonivorda o'tiradigan bo'lsa, mashinadan tushmasa, prostatani haligi men aytgan aktivlikning kamayilishlarini yana bitta sabablardan bittasi prostatadagi zastoy kuni bilan o'tirishi, chunki mushaklarni atrofiya bo'lib qolishi sabab bo'ladi. Chunki hech yurayotgani yo'q, gormonal narsalarni yeyotgan narsasi fast-foodlarga o'xshagan narsani tiqishtirgandan keyin haligi aktivlik 2 million bo'ladi 80 millionning o'rniga. Soni jihatdan demoqchiman. Aktivligi haligi 85% o'rniga 10%. Yaxshi ham unda 10% ekan, birovda 0 bo'lyapti. 100% qarshi bo'ladi pampersga. Unda sonda kinoteatrga boradimi yoki parkka boradimi, noilojlikdan kiydirgani bo'ladi. Faqat ko'chaga chiqqan holatda. Uyda har qanday sharoitda, necha yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar, 1 oylikmi, 2 oylikmi pampers kiyish kerak emas. Ozginagina bolaning kelajagini o'ylanadigan bo'lsa, ozginagina mehnat qilib, o'shanda yurgan ma'qul. Bolaning kelajagini 15-20 yil erkakligini kesib olyapsiz. O'shanga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, bolangizga pampersni kiying.